Savol. Assalomu alaykum ustoz. Mening yo'ldoshim uyi bor, tamoqdan qiynalgan bir bo'ydoq og'aynısini tamoq taklif qilib, bizning uyda haftada 2-3 kun qondirdi. U og'aynisi meni bir qatim uxlash kiyimi bilan yalangbosh holatda ehtiyotsizlikdan ko'rib qoldi. Yo'ldoshimning menga nomahram bo'lgan er kishini uyga akirib qondirishi shar'atda to'g'rimi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Islom shariati oilada huzur va sog'lom sharoitni qo'g'dashga kafolatlik qilish bilan birga boshqalarga yer yo'lakda bo'lishni muvofiq o'rinlashtirgan. Buningga asosan uysiz qolgan og'ayni birodarlarni, shundaqla makonsiz muhojir va musofirlarni uyning sharoiti va oilasining xotirjamligiga ta'sir yetkazmagan asosda uyda vaqtli qondirib yordam qilsa, kutib olsa bo'ladi. Bu zaruriyat jihatdan panohlantirishdir. Ammo ularni uyda qondirishi ayolning ma'qulligiga va roziligiga bog'liq. Chunki mehmonning qo'nishi ayolning aromini buzib qolmay, fitna fasodga, o'ylamagan ko'ngilsizliklarga sabab bo'lishi mumkin. Shunga zaruriyat topilmaganda turalg'usi bor kishilarni uyda qondirmay tamoq yegizib uzatish lozim. Bo'lmasa ayoliga va oilasiga ziyon urg'anlik bo'ladi. Hatto buning o'ylamagan yerdan ziyni kelib chiqishi mumkin bo'lg'achqa, ayol rozi bo'lgan taqdirda qondirmagan tuzuk. Ermi bu ishlarga sezgurlik bilan muomala qilishi, hargizmi beparvolik qilmasligi lozim. Mehmonmi o'zini so'rashi, ig'irchilik solmasligi lozim. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh.